Bizning vazifamiz bir yoqdan avır, javobli hamda shul vaqtni bik yuqori daraja. Onun torunda hadislerden birisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Hayrukum men ta'allama al-Qur'an ve 'allamahu." Sizning aranızdan en hayırlısı kimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Qur'anni öğrenip başkalarına onu öğretişi. Endi bunda Qur'anni yaplatığına söz var mı? Bunda bizning ish turida da söz var. Cumg'alarımızda va'g'aslab Qur'an ma'nolarini anlatabızmı? Eşisi cidisi qırğı meclislerinde Qur'an ayetlerini silab ma'nolarini anlatabızmı? İsim qo'shganda nikah o'tkazganda Qur'an ma'nolarini silab kishilarga anlatabızmı? Bu hadisning hukmi bizga da tiya. Sizning aranızdan en hayırlısı kim? O'zi Qur'anni öğrenib boshqalarga öğretişi. Bizning to'radan to'ra vazifamiz. Amma lakin endi bunda har xil shuni aytib ketirga kerak. Alloh taolaning bunun to'rida bizning bu vazifamiz bo'yicha bir kengash beradi va Alloh taolo bizga beradi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va du'a ila sabili robbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Alloh taolo shunday kengash beradi. Alloh taolo yo'lini hikmat bilan ham motor va g'az bilan undadi. Albatta bizning masjidlarimizga xalq turli xilda keladi. Isri xilda da kelarga mumkin, qisdagi xilda da kelarga mumkin, yovulqisdagi kelarga mumkin, boshqa xilda da kelarga mumkin. Amma lakin endi Alloh taolo u kishini bizning masjidga keltiribdi ekan, qo'yib chiqarishga haqqimiz yo'q. Onu qarshi olib, hikmat bilan, motor va g'az bilan dinimizni anlatib bizning vazifamiz. Şunun sababli Alloh taolo bu ishni boshqaruvchilarga bek zo'r daraja belgilagan. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bizga silab qoldirgan, aytib qoldirgan hadislarning birisida kelgani bo'yicha qiyomat kunida 7 turli kishi Alloh taolaning g'arish ko'lagasida bo'lar ekan. Ularning eng birinchisi al-imamul adil, adil imom. Agar mana shunday dars etib, adil etib ishimizni olib boramiz ekan, shin ixlosdan, inshaalloh Alloh taolo o'zining g'arshining ko'lagasini qoldirmas. Şol vaqtda vazifamiz javobli hamda endi imom dalilasi to'g'risida tağın bir hadis getirip gitesim kerak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi. O da olsa endi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: kishilarga yaxshilikni öğretishi için hatta farishtalar duo qilib turarlar. Bunday hadisinde eshitganingiz bordir. Demek derecemiz ulu, amma lakin endi javobli Alloh taolo qarshida javob berasimiz bor. Alloh taolo qarshida javob berasimiz bor. Hamda endi shunun sababli o'zimizning ishimizni, vazifamizni yerine yetkazib boshqarib deyishlar. Qizg'anishga qarshi aramızda fitne tudurga tırışışçılar var. Derecemizni tışırga tırışışçılar var. Amma lakin endi bunday halga qolmas için, derecemiz tışmas için nishlarga kerak? O'zaro so'rashib tugul, bir-birimizni hurmat etib, birdan bo'lib ishimizni olib borib deyishlar. Bizning aramızda bir necha konkurensiya yo'q. Ne için? Çünkü Allah Teala agar dünya malı şekli bo'lsa da, dünya malı bitatirgan bo'lsa da, Allah Teala belgilagan savob ol bitmay turgan. Ani bilib turadi. Shuning uchun bizning arada bir necha konkurensiya yo'q.
Hem de indi işlerimizni birden bulup birge alıp barıga mümkün. Sizin her birigiz o'zingizning ovuldami, shahardami, mahalladami diniya nazoratining vakili. Şunun sababli işingizni olib borganda diniya nazorati qoida nizom nimasi bo'yicha olib borib tegishli. Unda bo'lsa o'risha aytamiz ustav. Ustavda ochiqdan ochiq yozilgan diniya nazorati o'zining ishin Qur'on ham sunnat Hanafi mazhab bo'yicha olib boradi. Hanafi mazhabi Qur'on sunnatga qarshi keladimi? Qarshi kelmaydi. Hanafi mazhabi Qur'on bilan sunnatni bizga faqat anlatib tafsirlabgina beradi. Hem bizning babalarimiz bu mazhabni saylab olgan. Bu mazhabning negizinde İmam A'zamning qo'ygan tirishliklari kishileri İmam A'zam endi tabiiy bo'lgan sahobalarni ko'rgan kishi. Mazhabning butun fatvolari Qur'onga ham hadisga negizlangan. Şunun sababli bizning yo'limiz haq yo'l. Şu yo'l bilan olib borga tegishli bo'lamiz. Endi sizning to'g'risida aytdik, siz diniya nazoratining har bir ovulda, har bir shaharda, har bir mahallada diniya nazoratining vakillari. Endi sizdan boshqa her bir rayonda diniya nazoratining vakillari bor. O da bo'lsa imom muhtasiblar. Alır vakiller diniya nazoratining vakillari bo'larak sizning bilan idora etadilar. Allah Teala Qur'onda aytadi: "A'udhu billahi mineşşeytanirracim ve ati'ullaha ve ati'ur rasule ve ulul emri minkum." Bu ise Allah Teala onun elçisine hem sizin aranızdan bo'lgan emirlerge. Demek imamlarının muhtasiplerge bo'ysunulari vacip deyishli. Ne için emir kerak? Bizning ishimizni birleştirip işlerimizni birge alıp borirish. Çünkü her birimiz kishi, her birimizning o'zining fikri bor. Her birimizning o'zimizning fikri bor. Hem de endi 10 kishi yig'ilabizmi, 30 kishi yig'ilabizmi, her birimiz o'zimizning fikri bo'yicha ishni olib borishga tirishsa, ish olg'a bormaydi. Shuning uchun amir kerak. Ne için? Amir kerak bir türlü fikrini qabul etib, başqalar o'zlarining fikrlarini qoldirib, shul amirga erishsin. Shul vaqtda ishimiz olg'a boradi. Endi muhtasiblar to'radan to'ra muftiy hazratga bo'ysunadilar. Ularning istida da shul vazifa, sizning istingizda da shul vazifa. Endi diniya nazoratine kelganda, bugungi kunda diniya nazorati o'zingiz ko'rib, bilib, eshitib turasizlar. Diniya nazorati to'g'risincha imamlarning hallarin, imamlarning ishlarin qayg'irta. Eshitgansizlar endi bir yıldan artıq imam muhtasiblar ishfaqini olib boralar. Qay bir rayonlarning imam muhtasiblarına maşinalar bo'linib berildi. İnşallah endi mina Qurban g'ayitlarida Müftü Hazret prezident bilan tag'in uchrashib, balki tag'in bu meselede olg'a atlarmiz inşallah. Şulay aldığımızda tag'in bir maqsadda, o da bo'lsa qolgan imamlarni da ish haqqi bilan ta'min etdi. İnşallah bunisi da bo'lar. Endi bundan boshqa tag'in da inşallah biz ketib tura turgan inşallah bunisi da bo'lar. Bizning uchun bir shodliqli xabar bo'lardi. Ish bo'lda bo'lsa, baribizda bilib turasiz. İmam aldığında qaysi rayonga borsam da imamlar birga bir so'rov beradilar. Gaz meselesi. İnşallah oktyabr başlarında
Allah-u Teala'nın rahmeti bilen o meselenin de şişirliğini kitip durabız. Allah Teala nasip etse. Şolay endi ko'rib turasiz, o'zingiz shahid. Endi 1985 yılına dinga ilk berildi. Müftiyetler tuzildi, muhtasibatlar tuzildi. Mana shu yıldan alıp bugungi kunga qatli 20 yıldan artık vaqt o'zdi. Mana shu 20 yılda ayrim bir rayonning yoki bir ikki rayonning muhtasibin imomlarini bunda jiyib shahodatnomalar taratib bo'ldimi? Kelganingiz bormi? Yo'q. Bunday hal bo'lgani yo'q. Shuning uchun endi bu Müftü Hazretning fikri bizning imomlarimizga hurmat ko'rsatib, bunda chaqirib, bunda tantanalar ravishda shahodatnomalarni topshirib, ishlatib uzatdi. Hamda endi shuning sababli bunda sizni bilan birga jiyildik. Alloh taolo kelajakda bizga ishlarimizni birdan bo'lib davom ettirgan nasib etsa. O'zaklashgan diniy uyushma Tatariston Respublikasi Müslümanları Diniye Nezareti shahodatnoma 418 nomerli. O'zaklashgan diniy uyushma Tatariston Respublikasi Müslümanları Diniye Nezareti Bovli muhtasibati Bovli shahari G'ali Masjid mahallasi Jirli Müslüman diniy uyushmasi birikmasine negizlanib hem o'zaklashgan diniy uyushma Tatariston Respublikasi Müslümanları Diniye Nezareti nizomnomasini tayanib attestatsion imtihonlarini o'ngishli o'tuvga bayli ravishda Bekkenin Ruslan bu Ismail degan siz bo'ladimi endi? Anas o'g'lina Bovli shahari G'ali Masjid mahallasida imom xatib vazifalarini o'tavini rostlaydi. Imom xatib diniy vazifalarini Allah Teala farz etgan hukmlarga ham Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine Tatariston Respublikasi Müslümanları Diniye Nezaretining ham mahallaning nizomnomalarına to'g'ri keltirib o'targa tegish. للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض بداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا وعشت كم حققت للشعب مراد زايد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا ووهادا جامع الأشتات أنت مذ عرفناك تحب القوم جمعا لا فرادا